Muborak Aminovna, qalqonsimon bez gormonlari erkaklar analiziga o'z ta'sirini ko'rsatadimi? Ha, juda ham to'g'ri savol berdingiz. Qalqonsimon bez gormonlari T3 va T4 erkaklar analizi spermatozoidlarga juda ham katta ta'sirini ko'rsatadi. Spermogrammada foizi kam bo'lishi yoki morfologiyasi yaxshi bo'lmasligi kuzatilinadi. Men o'zimni ayollarimni konsultatsiya qilganimda albatta erkaklar analiz topshirishni talab qilaman va analizida ko'rsatkichlari yaxshi bo'lmasa, albatta endokrinolog ko'rishi kerak deb aytaman. Chunki erkaklarda gipotireoz bo'lsa, TTG gormoni yuqori bo'lsa, T3 va T4 gormonlari kam bo'lsa yoki oshiqcha bo'lsa, bularda spermatozoidlarni aktivlashishiga, spermatozoidlarni faol bo'lishiga, shakllanishiga va homila bo'lishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, spermatozoid ham bu hujayra. T3 va T4 bu energiya beradigan gormonlar hisoblanadi. Energiya almashuvida qatnashuvchi gormonlar hisoblanadi. Spermatozoid harakatlanishi uchun ularga energiya kerak. Demak, T3 va T4 spermatozoidlarning mitoxondriyasida energiya chiqishini, ATF chiqishini aktivlashtirishi natijasida ularning dumchasi juda ham yaxshi tez harakat qiladi va spermatozoidlar tez yuguruvchan bo'ladi. Va T3, T4 sababli tuxumlarda, erkak tuxumlarida spermatozoidlar chiqadigan kanalchalarni rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Mana shu gormonlar sababli sertoli hujayralarining funksiyasi ham oshadi. Sertoli hujayralari aynan spermatozoidlarni ishlab chiqaradi va normal spermatogenezga olib keladi. T3 va T4 gormonlari sababli qalqonsimon bezining faoliyati yaxshi bo'lgani uchun spermatozoidlarning akrosomal funksiyasi yaxshilanadi. Bu akrosomal funksiyasi yaxshilanganda spermatozoidlarning dumchasi yaxshi harakatlanib, hujayra ichiga, tuxum hujayra ichiga kirishi osonlashadi va natijada ayol kishi homilador bo'la oladi.